Assalomu alaykum, hormaylar, charchab qolmayapsizlarmi, tuzumsizlar? Hop, men bugun sizlarga bitta shunaqa zo'r narsa ko'rsatmoqchiman. 90% o'zbeklar yaxshi ko'radigan gul. Ishxonada o'tirsam men bir sizlarga shuni ilingim keldi. Lekin rosa zo'r bo'lgan ekan. O'zini tabiatida shunaqa daraxt bo'lib chiroyli bo'lib o'sgan. Sizlar uni tuyida maza qilib o'stirasizlar, lekin 90% yaxshi ko'rasizlar shuni. Videoni ko'rishdan oldin, davomini ko'rishdan oldin like bosinglar, kommentariyada fikringlarni yozinglar. Meni yoqib qo'ymaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Demak, ko'ramiz. O'rtoqlar, bu fikusni tabiat qo'ynida o'sishini qaranglar. Shoxlab ketganini qarang. Tegi stvolini qarang. Mashalloh, kommentariyaga mashalloh deb yozib ketinglar. Buni baylari vaqti sochni bo'lib turibdi. Yangi bay chiqaraman deb turibdi. Yeri kuchi baribir boshqada, yeri kuchi sizlar to'yda uni bunaqa holatga keltirishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Magazindan sotib olsanglar ham, shoxlagan bo'lsa ham, stollar chiroyli bo'lsa ham, bilinglar ular teplisadan to'yaga ko'chirib olib kelgan. Obuna bo'lib qo'yinglar, esdan chiqmasin.